translokatsiya deymiz, har xil o'zgarishlar bo'ladi. Shu holatda kasalliklar kelib chiqadi. Menimcha shu xromosomani nimaligini yaxshi tushunmasa kerak, uni bergan savol odam xromosomalar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, faqat muammo bo'ladi. To'g'ri bo'ladigan bo'lsa, xromosoma muammo bo'lmaydi. Hammamizda 22 ta o'sha xromosoma bo'ladi va bittasi jinsiy o'sha xromosoma hisoblanadi. Somatik va poloviy xromosoma hisoblanadi. O'sha poloviy xromosomani bilasizlar, 23-xromosoma XY bo'lsa qiz bola yoki XY bo'ladigan bo'lsa o'g'il bola bo'ladi. Shu kasalliklar qachon paydo bo'ladi desa, bitta o'sha xromosomada er xotin o'sha nima homila bo'lgan paytida embrion deb aytamiz, muammo bo'ladigan bo'lsa, buzilsa, o'sha har xil o'zgarishlar bo'ladi xromosomada. O'sha trisomiya deymiz, ikkidan o'rniga 3 ta o'sha xromosoma tushib qoladi. Translokatsiya deymiz, har xil o'zgarishlar bo'ladi. Shu holatda kasalliklar kelib chiqadi yoki bitta xromosoma tushmay qoladi, o'rniga kopiya tushib qoladi. Mana shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Shuni hisobiga har xil genetik o'zgarishlar bo'ladi. Uni bilsanglar kerak, o'sha Kalman kasalligi yoki o'sha Down kasalligi endi hammaga ma'lum bo'lgan kasalliklardan bittalarini aytyapman. Bular xromosom kasalliklariga kiradi. Agarda shunaqa kasalliklar bo'layotgan bo'lsa, mabodo kimdadir bola tushib qolishi yoki shunga o'xshagan narsa bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda men aytishim mumkin, klinikamizda o'sha mana bu yil birinchi bo'lib respublikada sitogenetik o'sha tekshirishlarni amalga oshirdik.